Xo'sh, bagoz na связи. Mana kecha reklama qilgan kostyum bugun. Bu stretch da. Cho'ziladigan material. Buni razmeri 54. 54 bu yevropeyskiy hisoblanadi. Agar yevropeykiyda, Turkiyada, shu o'zimizda hisoblaydigan bo'lsa, XL ga to'g'ri keladi bu razmer 54. Agar amerikanskiy hisoblaydigan bo'lsangiz L ga to'g'ri keladi. Mana nima demoqchiman. Bu 54 da 64 gacha bizada. Tushunyapsizmi? Ya'ni XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL gacha razmerlar bor. Ya'ni velikan razmerlar topisha olmaydi. Amerikanskiy topishlari mumkin, qolipi g'alati, formasi to'g'ri kelmagan, stili to'g'ri kelmagan, ochiq qilib aytganda stil to'g'ri kelmaydi amerikanskiylar. Turkiya o'zimizga o'xshab, zo'r, fason, chiroyli. Mana bunaqa sveti bor. Необычный, чисто yozgi sezonniy. Qora rangi ham bor tapga qarab. 3 xil rasvetga razmerlar olib kelib qo'yganmiz. Ulgurib qolinglar. Hozirlar bor narichaga.